Akalar, sroch narxlarda BYD ham mashinamiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Egalarini hali ko'rmaganman. Ishonch bildirib bizga to'lov qilishgan. Ikkinchi mashinaga to'lov qilishgan, birinchi mashina pul yetish maqsadida sotishyapti. Bu head-up displey bor varianti, i masajli varianti. Agar kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, bo'lsa o'zimiz obunachilarga bo'lsa 30.900 ga berib yuboramiz. Mashina absolyutni yangi mashina. Hozirgina tamojniga kelib tushdi. Tandirdan uzilgan issiqqina nondek. Xo'p, mashinamiz ko'zdan ko'rib turganinglardek. Yillar 25-yil 1-oyda ishlab chiqarilgan. Komplektatsiyasidan chiqadigan hamma narsasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, srochniy aloqaga chiqinglar, bosib yuboradigan joy 30.900 ga hech kim bunaqa BYD ham 605 kilometrga bermaydi. Adashmasam o'zimizda 31.500 $32.000 atrofida sotilyapti. Bo'lsa o'zimiz obunachilarga bo'lsin deb chiroyli narxga qo'yishga qaror qabul qildik. Bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan eng yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Kuningiz xayrli o'tsin, sog' bo'linglar.